Bu ko'rib turganingizdek gipsokarton ishlab chiqarish jarayoni azizlar, videoga like bosib qo'yinglar, sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Menimcha bunaqasini ko'rmagansizlar. Bir dona gipsokarton meni ko'taradimi yo'qmi, hali chiqib ko'rganim yo'q. Endi sinab ko'ramiz. Bismillah. Qo'y. Sakrasam bo'ladimikan? Yo'q, bu patoloshning eng qizig'i. Egiluvchanligiga bitta e'tibor beringlar. Egiluvchan gipsokartonlar usaklalarimiz yaxshi tushadi. Bitta bukamiz. Bu patoloshni, ya'ni devordiki emas. Qo'yil, gap yo'q lekin. Xullas biz Jarqo'rg'onga yetib kelganmiz, Surxondaryoga, ya'ni Surxondaryodagi eng katta gipsokarton zavod. Sutkasiga 6000 dan ortiq ishlab chiqarar ekan. Xohlasangiz patoloshni, xohlasangiz suvga chidamlisi, xohlasangiz mana shunaqangi devordiki ham bor. Devordiki nisbatan elastiligi qattiqroq bo'ladi. Patoloshnisi yaxshiroq egiladigan bo'ladi. Xullas, narxlari, zavod narxi bir donasi 35000 so'mdan, xohlasangiz dillardagi narxingiz bo'ladi, xohlasangiz olib sotishga ham beradi. Telefon raqamlarini pastga qoldiramiz. Va bundan tashqari gips ishlab chiqaradigan zavodlar ham bor. Kuniga 200 tonnadan ortiq gips ishlab chiqarilar ekan. Qaranglar, 3 ta yomkis bor. Ya'ni penablok uchun, shpakilovka uchun va rotman uchun alohida ishlab chiqarib berishar ekan. Azizlar, yangi texnologiya yaqindagina bu zavod qurib bitkazilgan. Gips bo'yicha ham murojaat qilsanglar bo'ladi. Butun masal Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlar bo'ylab ham gipslar dastlabki qilib beradi. 1 kilosini hozirgi kundagi narxi zavodda 400 so'mdan sotilayotgan.